Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizga o'tamiz. Bugungi darsimiz intellekt va kreativlikka bag'ishlanadi. Demak, darsimiz mavzusi ham intellekt va kreativlik. Bugungi darsimizda sizlar bilan intellekt hamda asosiy tushunchamiz hisoblangan kreativlik haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu ushbu tushunchalarimiz bir-biri bilan aloqadorligi, bir-biriga bog'liqligi va inson hayotidagi ahamiyatli jihatlariga to'xtalamiz. Bugungi darsimizni rejamizning quyidagi 3 ta qismi yordamida yoritib beramiz. Rejamizning birinchi qismi intellekt haqida tushuncha, intellekt nima va u qanday ilmiy ta'rifga ega. Rejamizning ikkinchi qismida kreativlik haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Ya'ni kreativlik haqida tushuncha. Ya'ni kreativlik nima? Insondagi ijodkorlik, ijodiylik xususiyatlari aynan inson faoliyatiga qaysi jihatlar bilan bog'liq? Buni rejamizning ikkinchi qismida ko'rib chiqamiz. Darsimizning oxirgi reja qismida esa intellekt va kreativlik haqidagi nazariyalarga to'xtalamiz. Ya'ni psixologiya ilmida intellekt va kreativlikka qanday ilmiy yondashuvlar bor, olimlar ushbu ikkita omilni qaysi jihatlar bilan farqlab ko'rsatishgan yoki izohlashganligini rejamizni oxirgi qismida ko'rib chiqamiz. Shu bilan birga darsimiz davomida intellekt va kreativlik o'rtasidagi uyg'unlik, aloqadorlik, bir-biriga bog'liqligi va inson kundalik hayotidagi ahamiyatli jihatlariga ham to'xtalamiz. Umuman olganda intellektga to'xtaladigan bo'lsak, intellekt tushunchasi albatta bizning hayotimizda ko'p bora ishlatiladigan tushunchalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa 21-asrda sun'iy intellekt tushunchasi ham ko'p bora tilga olinib, bugungi kunda ommalashayotganligi bejiz emas. Demak, intellekt insonga xos bo'lgan fikrlash, aqliy salohiyat kabi tushunchalar bugungi darsimizda ochib beriladi. Demak, umuman olganda intellekt inson psixikasining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Atrof muhitni anglash, bilimlarni egallash va muammolarni hal qilishga bevosita ko'maklashadi. Shu bilan bir qatorda qaror qabul qilish va tajribadan samarali ravishda foydalanish imkoniyatini ham taqdim etadi. Shuningdek, intellekt shaxs muvaffaqiyatining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, bir qator muhim vazifalar intellekt tomonidan amalga oshiriladi va biz intellekt yordamida o'zimizni qurshab turgan tevarak atrof haqida muayyan tushunchalarga ega bo'lamiz. Ularni bir-biri bilan taqqoslaymiz, farqli jihatlarni anglaymiz va muammoli vaziyatlarga yechim topamiz va aqliy salohiyatimizni ishga tushiramiz. Demak, intellekt bizning hayotimizda eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda intellektning ilmiy ta'rifiga to'xtaladigan bo'lsak, intellekt bu idrok, tafakkur, xotira, diqqat, tasavvur, xayol kabi bir qator muhim kognitiv jarayonlar asosida axborotni qayta ishlash, tahlil qilish va yangi bilimlar yaratish qobiliyati hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, intellekt biz kognitiv jarayonlar, ya'ni bilish jarayonlari, diqqat, xotira kabi muhim jarayonlar yordamida aynan axborotlarni qayta ishlaydi, tahlil qiladi, analiz qiladi, sintez qiladi va yangi ma'lumotlarni yaratadi va amaliyotga tatbiq etadi. Va bu xususiyat esa albatta intellektdir. Demak, intellekt aynan insonni turli murakkab vaziyatlarda tahlil qilishga undaydi va murakkab vaziyatlarning yechimini topishga, yangi ma'lumotni o'zlashtirishga bevosita ta'sir qiladi. Aynan intellekt o'z-o'zidan rivojlanib qolmaydi, unga bir qator omillar ta'sir qiladi. Aynan ilmiy nuqtai nazardan intellekt rivojlanishiga hamda uni yanada taraqqiy etishiga ta'sir etuvchi omillar farqlanadi va ular quyidagilar deb aytishimiz mumkin. Bular biologik, ya'ni irsiy omillar, psixologik omillar, ijtimoiy muhit, madaniy omillar hamda pedagogik omillar hisoblanadi. Bu omillar u yoki bu darajada insonga ta'sir ko'rsatish natijasida intellekt shakllanib boradi va amaliy hayotda bevosita namoyon bo'ladi. Umuman olganda bolalik davri, ayniqsa maktabgacha va ilk bolalik davri, boshlang'ich sinf hamda kichik maktab yoshi jihatlari aynan intellekt rivojlanishiga muhim o'rin tutadi. Chunki bu bosqichda aynan inson ko'proq axborotlarni o'zlashtiradi va uni xotirada saqlaydi. Bular esa kelgusi tajribada inson aqliy salohiyatdan foydalanishiga bevosita zamin bo'lib xizmat qiladi. Mana shu omillardan bir nechasiga misol tariqasida to'xtalib ketmoqchiman. Ya'ni biologik omillar bu intellekt rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan savolga to'xtalamiz. Biologik omillar, ya'ni irsiy genetik omillar, ya'ni insonni psixofiziologik jihatdan sog'lomligi, miya faoliyatining yaxshi yo'lga qo'yilganligi, oliy nerv faoliyatining
tizimli ishlashi bular biologik omillardir. Ya'ni bu jihatlar keyinchalik intellektning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Agar insonda tug'ma nuqsonlar, nerv sistemasidagi o'zgarishlar yoki kuchli taassurotlar va qo'zg'atuvchilar va tug'ma nuqsonlar bular keyinchalik intellekt rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan bosh miya va oliy nerv faoliyatidagi me'yoriy tizim albatta intellektni keyinchalik samarali yo'lga qo'yishga ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy muhit muhim o'rin tutadi, chunki tashqi muhit, oilaviy sharoit, ta'lim-tarbiya, muloqot kabi jarayonlar intellektning yanada rivojlanib, taraqqiy etishiga ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, insonda mana shu omillar intellektning rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladigan omillar hisoblanadi. Fanda intellekt rivojlanishiga olimlarimiz tomonidan turlicha qarashlar bor. Hozir bir qancha nazariyalarni tahlil qilib chiqamiz. Shulardan biri Jan Piaget nazariyasi hisoblanadi. Shveysariyalik olim Jan Piaget intellektni bir qancha bosqichlarga ajratgan, xususan u 4 ta bosqichni bir-biridan farqlab ko'rsatgan. Bular sensomotor bosqich, preoperatsional bosqich, konkret operatsiyalar bosqichi hamda formal operatsiyalar bosqichi hisoblanadi. Jan Piaget aynan har bitta bosqichda intellekt o'ziga xos ravishda taraqqiy etadi va har bitta bosqich keyingi bosqichga ulangan degan fikrlarni aytib o'tgan. Sensomotor bosqichi dastlab sensitiv sezgi organlari rivojlanishi bilan bog'liq intellekt jarayonlari yuzaga keladigan bo'lsa, keyingi bosqichlarda esa albatta ta'lim-tarbiya bilan bog'liq bo'lgan intellektual rivojlanish jihatlariga to'xtalib o'tgan. Va Jan Piaget aynan inson umrlarini ham mana shu 4 ta asosiy bosqich bilan intellekt rivojlanishini tushuntirib bergan. Va Jan Piagetning fikriga qaraganda, aynan bola muhitni passiv emas, balki faol ravishda o'zlashtirib boradi va bu esa intellektning yanada taraqqiy etishiga xizmat qiladi degan fikrlarni o'rtaga tashlaydi. Shu bilan bir qatorda Gardner ko'p intellektlar nazariyasini ilgari surgan. Amerikalik psixolog Gardner fikriga qaraganda, intellekt bir qancha turlarga ajratiladi. Xususan lingvistik, mantiqiy matematik, musiqiy, fazoviy, tana-kinestetik, interpersonal, intrapersonal hamda tabiiy intellekt kabi turlari bir-biridan farqlangan. Bu ham insondagi intellektual jihatlar albatta turli tomondan rivojlanishini, har bitta odam intellekti bir-biridan tafovutlanishini, ayrim insonlar lingvistik, mantiqiy yoki matematik jihatlarga qobiliyatliroq bo'lsa, ayrimlar insonlar esa fazoni o'zlashtirish, o'zini fazoni idrok qilish, materiyani his qilish kabi jihatlar bilan bir-biridan farqlanadi. Umuman olganda Gardner bu nazariyasi ham muhim o'rin tutadi, chunki haqiqatdan biz hayotimizda insonlar turli sohalarga yo'nalgan, ayrim insonlar maxsus bir faoliyat bilan shug'ullanishga moyil bo'lsa, ayrim insonlar umumiy holatda ham ishlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Bular albatta Gardner nazariyasi bilan bevosita bog'liq deyishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda Sternbergning 3 komponentli nazariyasi ham fanda muhim o'rin tutadi. Unga ko'ra intellekt 3 ta tarkibiy qismdan tarkib topgan. Xususan analitik intellekt, kreativ intellekt hamda amaliy intellekt. Sternbergning fikriga qaraganda, analitik intellekt bu har xil muammoli vaziyatlar, turli inson hayot davomida yuzaga keladigan voqea hodisalarni tahlil qilish bilan bog'liq bo'ladi va shu yordamda ma'lum bir xulosalarga keladi. Bundan tashqari kreativ intellektda esa inson yangi g'oyalarni yaratishga moyil bo'ladi, yangilikka intiladi va boshqalardan ajralib turadigan faoliyat mahsulini taqdim etadi. Bu esa kreativ intellekt bilan izohlanadi. Shu bilan bir qatorda Sternbergning ta'biri bo'yicha amaliy intellekt bu inson hayotiy vaziyatlarda yuzaga keladigan turli holatlarda to'g'ri yechim topish, yo'l topish, uni samarali bartaraf etish bilan bog'liq. Ya'ni amaliy faoliyatni amalga oshirish bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Demak, bu holat albatta intellektni bir qancha jihatlar bilan farqlanishini ko'rsatib turibdi. Shu bilan birga muhim tushunchalardan biri kreativlik hisoblanadi. Kreativlik bu asosan yangi g'oyalarni yaratish, an'anaviy fikrlashdan chetga chiqish, originallikka intilish hamda original yechimlarni izlash bilan bog'liqdir. Shu bilan bir qatorda kreativlik, ijodkorlik va yangilik yaratish qobiliyatini ham o'zida namoyon etishini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga kreativ bilan bir qatorda kreativ fikrlash tushunchasi ham mavjud. Bu aynan inson hayot davomida yuzaga keladigan muammolarga noodatiy yondashish, yangi g'oyalar yaratish, turli yechimlarni izlash bilan bog'liq bo'ladi. Kreativlik insonda albatta ijodiy salohiyatni ham namoyon qilishga zamin hozirlaydi. Umuman olganda, mana shu intellekt tushunchasini izohlashda divergent hamda konvergent tafakkurni ham izohlab ketishimiz zarur. Aynan psixolog Gilford fikriga qaraganda, tafakkur ikkita turdan
iboratlar. Ya'ni ikkita turga ajratiladi. Bular konvergent tafakkur hamda divergent tafakkurdir. Konvergent tafakkur bu yagona to'g'ri yechim topishga qaratilgan bo'ladi va bevosita intellekt bilan bog'liq bo'ladi. Divergent tafakkur bir emas, balki bir nechta yangi yechimlarni izlash bilan bog'liqdir va u aynan kreativlik tushunchasi bilan izohlanadi. Gilford aynan konvergent hamda divergent tafakkurlarni bir-biridan farqlab, aynan intellekt hamda kreativlik o'rtasidagi aloqadorliklarni ham ochib bergan. Xususan, intellekt hamda kreativlik o'rtasida biz bir qancha aloqadorlik jihatlarini ko'rishimiz mumkin. Chunki aynan insonning intellektual salohiyati yuqori bo'lishi unda kreativlik xususiyatlarini ham yanada tarkib topishiga zamin hozirlaydi. Ya'ni o'zaro bog'liq psixologik jarayonlar hisoblanadi. Ikkita asosiy tushuncha. Intellekt axborotni qayta ishlaydi, kreativlik esa yangi g'oyalarni yaratishga moslashadi. Yuqori intellekt ko'pincha albatta yuqorida aytilgandek kreativlikning rivojlanishiga bevosita yordam beradi. Umuman olganda ilm-fanda olib borilayotgan so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, intellekt va kreativlik aynan miya faoliyati bilan bog'liq. Yuqorida aytilgandek bosh miya faoliyati, oliy nerv faoliyati aynan intellekt va kreativlik bilan bog'liq bevosita. Shu bilan birga divergent hamda konvergent fikrlash o'zaro integratsiyalashgan, ya'ni o'zaro bog'liq, bularni bevosita ajratish qiyin. Shu bilan bir qatorda kreativlik aynan insonga xos bo'lgan shaxsiy xususiyat hamda muhit bilan ham bevosita aloqadorlikni tashkil etadi. Xulosa tarzda aytishimiz mumkinki, intellekt bu inson aqliy faoliyatini o'zida namoyon etadi, kreativlik esa yangi g'oyalar, yangi fikrlar yaratish qobiliyati hisoblanadi. Intellekt va kreativlik albatta bir-biri bilan uzviy ravishda bog'langan bo'ladi. Ular ayro ravishda ba'zan tasavvur qilishimiz qiyin. Ta'lim jarayonida ularni rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Bugungi darsimizda kreativlik hamda intellekt bo'yicha ma'lumotlar berildi. Darsimiz davomida berilgan asosiy ma'lumotlar mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.